Jamiyat taraqqiyoti avvalo aholining huquqiy ongi, fuqarolik mas'uliyati va yoshlarning faolligi bilan chambarchas bog'liq. Shu ma'noda Adliya vazirligi tashabbusi bilan tashkil etilgan Adliya sayli hamda yoshlar sayli tadbirlari nafaqat huquqiy ma'rifiy loyiha, balki xalq bilan ochiq muloqot, yoshlarni qo'llab-quvvatlash va jamiyatda sog'lom muhitni mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim platformaga aylandi. Mazkur tadbirlar aholining barcha qatlamlarini qamrab olgani bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa yoshlarning huquqiy bilimini oshirish, ularni vatanga sadoqat, qonunga hurmat va faol fuqarolik ruhida tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Amudaryo tumanida tashkil qilingan bunday tadbirlar davomida Adliya vazirligi mas'ullari hamda tuman hokimi Sobir Xo'jametov so'zga chiqib, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar, aholiga yaratilayotgan imkoniyatlar hamda yoshlarning jamiyatdagi o'rni haqida fikr bildirdi. Shuningdek, fuqarolarning huquqiy madaniyatini yuksaltirish va davlat xizmatlarini xalqchil tizim asosida tashkil etish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri ekani ta'kidlandi. Tadbir doirasida o'tkazilgan salomatlik uchun 5000 qadam ommaviy yurish aksiyasi sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, aholi o'rtasida jismoniy faollikni oshirish hamda birdamlik muhitini mustahkamlashga xizmat qildi. Sport musobaqalari esa yoshlarni chiniqish, irodali bo'lish va jamoaviy hamjihatlik ruhida tarbiyalashga qaratilgani bilan e'tiborga sazovor bo'ldi. Shuningdek, harbiy vatanparvarlik ruhidagi ko'rgazmali chiqishlar yoshlarda milliy g'urur va vatanga muhabbat tuyg'ularini yanada kuchaytirdi. Vatanparvarlik mavzusidagi chiqishlar tadbir ishtirokchilarida katta qiziqish uyg'otdi. Sayl davomida tashkil etilgan milliy hunarmandchilik, kitob va mahsulotlar yarmarkalari esa milliy qadriyatlarimizni targ'ib qilish, yoshlarni kitobxonlikka jalb etish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga xizmat qildi. Ko'rgazmalar hamda madaniy dasturlar tadbirga o'zgacha ruh va fayz bag'ishladi. Ayniqsa, fuqarolar murojaatlari yuzasidan tashkil etilgan sayyor qabullar tadbirning eng muhim jihatlaridan biri bo'ldi. Mutasaddi tashkilotlar vakillari tomonidan aholining murojaat va takliflari tinglanib, mavjud muammolarni hal etish yuzasidan amaliy yordamlar ko'rsatildi. Bu esa davlat idoralari va xalq o'rtasidagi ochiq muloqotni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Bugungi globallashuv davrida huquqiy savodxonlikni oshirish, yoshlarni turli yot g'oyalardan asrash hamda ularning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Adliya sayli va yoshlar sayli ana shu maqsadlarni amalga oshirishda muhim ijtimoiy loyiha sifatida namoyon bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur tadbirlar aholiga huquqiy axborotni yetkazish, davlat xizmatlarini xalqchil va qulay shaklda taqdim etish, yoshlarning jamiyatdagi faolligini oshirish hamda jamiyatda qonunga hurmat ruhini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, bunday loyihalar inson manfaatlari ustuvor bo'lgan yangi O'zbekiston taraqqiyotida muhim o'rin tutadi.